Jinsiy zaiflikdan 2 yildan beri qiynalaman. Qanaqa kelib chiqdi desa, bu menda ko'proq stressdan bo'ldi asosiy. Qattiq stress oldim. Umuman xohish yo'qolib qoldi. Keyin bir 6 oy umuman yo'qoldi. Keyin sekin-sekin tiklana boshladi. Keyin man tiklanib ketadi deb tasavvur qilgandim. O'yladim, shu bilan baribir o'sha qoldi. Ya'ni oldingiga nisbatan 50% tiklandi, keyin qolib ketdi. Undan keyin har xil davolar qildim, psixoterapevtga bordim, urologga bordim, o'sha yerda analiz topshirdim, davo qildim. Foydasi bo'lmadi. Oxiri shu YouTube'dan implant degan narsani reklamasini ko'rib qoldim. Sekin qidirib, oxiri mana shu Medwell degan klinikani topdim. Yo'q, keyin uchrashdim, ko'rishdi, analizlar topshirdim, operatsiya bo'ldim. Operatsiyadan 10-kun, 11-kun bo'lsa, operatsiya yaxshi o'tdi. Umuman nima bo'lmadi, og'riq bo'lmadi, o'zimda ham bo'ldi. Shundan qilishmadi. Bel lampasiga narkoz berib operatsiya bo'ldi. Operatsiyadan keyin ham yaxshi qarashdi. Shu yerda 3 kun bo'ldim. Undan keyin ruxsat berishdi, yaxshi o'tdi operatsiya. Hozirgi holatim ancha yaxshi. Yotoq joylari hamma sharoit bor. Chiroyli hammasi ko'ngildagidek. Sizlarga maslahat beraman, shunaqa muammolar bo'lsa, kelib tegishtirsanglar, agar davolash kelsa davolashadi, bo'lmasa o'sha implant qo'ydirib, o'sha jinsiy hayotni o'zlaring xohlagandek davom ettirsanglar bo'ladi. Hech qanaqa muammoli joyi yo'q, yomon joyi ham yo'q buni. Doktorlarga rahmat kattakon. Ishonch uchun, bizga yaxshi qaragani uchun. Sanjar akaga, Abror akaga alohida rahmat. Agar shunday qiynalayotgan bo'lsanglar, ko'p joyi bor, davo topmagan bo'lsanglar, mana shu yerga kelishni maslahat beraman. Shu klinikaga.